Toshkent shahri tumanlarida davlatimiz rahbari topshirig'i bilan katta islohotlar, yangilanishlar olib borilmoqda. Bu islohotlarning zamirida inson qadrini ulug'lash va aholi turmush farovonligini yanada oshirishdek ezgu niyatlar mujassam. Ana shunday jarayonlar shahrimizning Uchtepa tumanida ham davom etyapti. Mavzuni hamkasbimiz davom ettiradi. Tumanda markazlashgan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida ham jadal sur'atlarda qurilish va qayta ta'mirlash ishlari joriy qilinmoqda. Eskirgan magistral suv quvurlari bosqichma-bosqich yangisiga almashtirilib, hududning gidravlik hisob-kitoblari asosida polietilen va cho'yan quvurlar o'rnatilmoqda. Uchtepa tumanida kapital ta'mirlash yuzasidan 2145 paganometr ichimlik suv ta'minoti ko'zda tutilgan bo'lib, shundan 300 paganometri bajarib bo'lindi. Hozirgi kecha kunduzida Kattaqani mahallasi 6-tor Sharq ko'chasida diametri 110 mm tarmog'ini kapital ta'mirlash ishlari boshlangan. Ko'ksaroy mahalla fuqarolar yig'inida yong'in o'chirish moslamasini o'rnatish ishlari ham olib borilmoqda. Bu esa aholini favqulodda vaziyat sodir bo'lganda yong'inni o'chirish uchun zarur bo'ladigan moslama hisoblanadi. Bundan tashqari suv bosimini barqarorlashtirish uchun suv tortish shoxobchalari zamonaviy tizimga moslab takomillashtirilmoqda. Buning natijasida yangi energiya tejamkor suv tortish uskunalari barpo qilinib, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimida ishlash yo'lga qo'yilmoqda. Obod mahallaga aylanib kelyapti. Suvni biz necha yillardan beri intizorlik bilan kutayotgandik. Hamma narsamiz asta-sekin ro'yobga chiqib kelyapti. Uchtepa tumanida amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat infratuzilmalarda, balki boshqa bir qancha yo'nalishlarda ham qizg'in olib borilmoqda. Bu esa inson qadrini ulug'lash mezonida aholiga munosib turmush sharoitini yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlardir.